Assalomu alaykum. Ma'qul Ahmeddan suhbatni qanday qildim? O'rganyapman ataganda. Ana til to'g'riliq pek jiq gaplarni qilishimiz, bolalarimizning ana til saviyasini o'stirish haqida jiq paranlarni qilishimiz, o'ylaymiz. Lekin menimcha buningda hammadan burun o'zimizningki ana til saviyasini yuqori ko'tarish, saqlash, bu orqali bolalarimizga ulgu bo'lish intayin muhim deb o'ylayman. Atrofimdagi ovoz mening ovozimni besib ketyaptimi bilmadim. Şoň özüm oýuldum qanday qilsam boldy. Birinchisi bir tilni öýreniş üçin juqary awazda ýadlaş gerek, o bu diýdi-go. Uýgurçany mence Uýgur tilimizni resmi öýrenişimiz gerek dep oýlaýman. Jiq näselerini unutup ketýänmiz. Bopmy Türkiýede men ýylgy türkçe bilen Uýgurçadagi bäzi ýakyn sözlerni bek arlaşdyryp kalmam. Mesela bu Uýgurçamy, türkçemi oýlaýman. Anda men işletken cümlede men Uýgurça mänis şekilde işletyapdym ýa-ki türkçe mänis şekilde işletyapdym, aşylagymı alaydy, diqqat kılman. Yüzümde bek gün düşüp aldy. Şoňa Gumbaskan şäher romany Mehmet Noşurninki naýatly mowqi kazangan bir romany. Onundan sırt Mehmet Noşur meniň näzerimde hakykatan bir til ustasy. İşletken tili naýatly canlyk, ýakyn, Uýgurçamyzny ýokary götürişge bek paýdasy bar eserler we şonuň üçin mekin eserleriň köp kısmı kino kılıp işlengen. Ýa-da Saraň, onundan keyin Çahoraz, ýene Kırlık istakan, muşularning hammasi kino. Gumbaskan şäher romanyny kelsek, Gumbaskan şäher romany diýen wagtda men kiçik çaglarymda şu ýyllary 96-97 ýyllary bolsa kerek dep oýlaýman. Men şu başlangyç 4-nji synaplarmydy, 3-nji synaplarmydy, iňik esimde ýok. Şu ýyllarda Qashqar Halk radio istansiyasida her güni keşlik anlatyşda buny anlatatdy. Yani qaraganda bu şu 97-nji eken. Şu ýylnysy bir ýerde berip biz öýlärni nim qılmaýylykydek çelle öý dep sırtda muşdaq daraxtnyňki şahlary bilen öýlärni silip aşynda turgan wagtymyz çelle öýdiki zamanymyzda buny anlagandym, emdi esim geldi. Iqbalam Ömer dep Qashqar Halk radio istansiyasida awazy bek çyraýly bir aýal batdy. Yani şu çağlarda maňa awazy bek çyraýly anlatdy. Bu qandarak bir aýal. Onusy Iqbalam diýen isim bek jiq uçraýdygan isim emas-go. Qandarak aýal oga içimden işte oýlaýdym-da. Bek ýaxşy göretdim o aýaly. Hiç görep bakmadym. Eger hazırgacha ýat bolsa, tini salamet bolsun, awazy bek çyraýly. Şu wagtda da aňladym. Keyin 2001-nji ýyllar, 2002-nji ýyllarga kelgende Gumbaskan şäher romany çekilinipdi, andaq-mundaq diýen gepler bolganda biz aşu romany tykyp jürüp okugan ýylky nöwetde okuduk-da sinipdiki balalar. Maňa bir günlük wagt belki pursat kelgen wagtda men şu bir gündüm, bir ýerim gündümi därs wagtlary keç hiç uhlamaýan işte okup tüketgendim. Konuşa awatda Gülçimen diýdigan bir sawaglyşym batdy. O şunyň kitaby. Şunundan ep okugandym. Emdi keldik bu kitapny bunyki her gün muşdaq okuy dep oýladym. Birinçisi awazym sırtga çykydy. İkincisi Gumbaskan şäher romany çokum her bir Uýgur okuşyk tegişlik bek ýaxşy bir roman dep oýlaýman. Şinjan ýaşlar ösmürler neşriýaty tarapyndan 96-njy ýyly 7-nji aýda neşir kılıngan kitap eken. Ýene birisi muşu ýerde watandaki kitaplarnynki gaýtadan muşu çet elde saklanyp kalyş üçin töp goşkan barlyk neşriýatçylar, kitapçylar, kitap saklap atganlar hemmeýlerinden Allah razy bolsun. Tutkuny altyn bolsun, mangan kadamlardan gül ünsün diýmiz. Çünki bu kitapny men Teklimakan kitaphanysyndan aldym, bolmasy nädimi tapatdym diýmen. Ems geldik. Gumbaskan şäher, Abdury Mehmet Noşur. Gumbaskan şäher toğrysydaky riwayetlerni maňa bowam sözläp bergen. Bowamga bu sözläp bergen eken. Bowamnyň bowsygamy bu sözläp bergenmikin diýmen. Emdi Mehmet Noşur niki kısqış terjemalyny ýa-da okup ötüp gitay. Mehmet Noşurny tonydyganlarmy köp mence şunladymy? Nim qalaýdy? Etken çeýim ýenimde bar. Men kahwe emas etken çaý içmen. Men bek tipik naýat ananyçy bir adam.
Yazğıcı Mehmet Noşur 1944-yılı Gulji şäherinde tugulgan. 70 ýok. İnşallah kiler ýyl 80 ýaşa kirdi eken. Ömrüni uzun gysyn. Tehe ýezilmagan, golumyzga tegmegen, biz uçurşamagan emgeklerini Allah öz banaýyty saklasyn, körüşgile nisip bolsun. 1962-yılı Gulji şäherlik 3-nji otur mekdepni, 67-nji Şinjan Uniwersitetiniň Til Edebiyat fakultetini bitirgen. 1968 ýyldan 1972 ýylgaça Gulji şäherlik bagwançylyk meýdanynda gaýta terbiyede bolgan. 1972 ýyldan 1975 ýylgaça Gulji şäheri Kipek ýüzi ýyzysida halk işleri kadry. 1975 ýyldan 1979 ýylgaça Gulji şäherlik şäher mämury guruluş idarasida teşviqat kadry gatarlyk hyzmatlarny işlegen. Yazgıcı Mehmet Noşur 1979 ýyldan 95 ýylgaça Ili Däriýasy jurnalda muharrir, baş muharrir, Ili oblastlyk yazgıçylar jemgyýetiniň kesbi yazgıçysy we şu reis gatarlyk wazipelerni ötegen. Hazır Şinjan Yazgıçylar Jemgyýetiniň reisi bolup işlemekde, ýani 96-njy ýyldaki terjümanlyk bu. Yazgıçynyň Alman namlyk tunji hikaýesi 65-nji ýyly Şinjan gezetinde elan kılıngan. 78-nji ýyldan azarçy memleket içindeki her xil matbuatlarda 100 bäçeden oşuk hikaye, post, esleme we edebiyat taryhka ait ilmi makalar elan kılındy hamda asasly hikaýeleriň hemmesi digidek hanzuz tiliga terjime kılındy. Ýani bir kısım eserler Kazak, Özbek, İngiliz tilleriga terjime kılınıp, Kazakistan, Özbekistan, Amerika gatarlyk ellerде besildi. Yazgıcı Mehmet Noşur'nun azargıç neşrinden çıkan kitaplary Ney Awazy hikaýeler toplumy bu. Kony ýeňi işler, Salam Ýysam aka, Nozugum, Ýyllar şundaq ötken, Ölük hat, 12 mukamyň ili varianty gatarlyk şu kitaplary neşir kılıngan. Bu kitaplar içindeki bir kısım hikaye post toplamları memleket Abdurrahim dairesiga her xil mukafatlarga erişken deydi. Ondan keyin şu aň ahyrda neşir kılıngan romany, meniň bilişimde Salçylar romany, araňlarda okuganlar bolyşy mümkin. Kumbaskan şäher romanynyňki bayan şekli nimege okşaýdy? Çöçeklerge okşaýdy. Bunu biz şu tahminen başlangyç mektep 2-nji sinipniň 2-nji mawsumy edebiyat sewiýesine togry keldigan balalarymız bolsa hazırjyda, aşu balalarymyzga okusak we okupasek düşüneleýdi. Çünki bununki tili bir xil hikaye, çöçek tipidikirekçi. Kitap 2 bölümden 3 bölümden terkip tapydy. Birinjisi Jahankezdi süpürge. Hem şu süpürge diyen ismimi men bek ýaxşy gördiň ism. Men şu çagda şuna oýlap dikenmen. Bu Jahankezdi süpürge Kyrgyz okşaýdy, Kyrgyz okşaýdy dep. Çünki bizninki biz tonydygan Kyrgyzlar batdy. Meniň bir Kyrgyz sawatşym batdy. Kırgızlar şu bala tugulgan wagtda çykyplam nemini tunjulap közü göz şunu gördiken meselen bosoğunu göz bosoğu vay süpügünü göz süpügü vay dep isim koydu kende başta çakçaklap bulgar rasmy ýalgan bilmeýme. Bu hem diýilki o Kırgız kyryndaşlaryň zaňlyk kılışı bu emas. Aşta aňlagan kiçik çaglardaky bir gepini dep berip atman go. Şununla men süpürge digendikin hem de Uýgurlarynda isim koýmaýmyz go. Şununla Kırgız okşaýdy dep. Kiçik wagtdaky hyýallar dep. Birinji kysym Jahankezdi süpürge. Quyaş şaýy. Birinji bab. Häşämetlik şäher darwasydan eşikini ýetlep çykyp gelipatgan bu kişi Jahankezdi süpürge idi. Şäher darwasy aldyga şäherge kirişini kütüp keçe sirti tünügen karwanlar toplaşyp algan idi. Süpürge ıssyk tynyklary urulup turgan tögelerniň tumşuklaryny ner-beri kılıp kandakdyr bir uzun çapan, kısky çapan, sakallyk we sakalsız kişilerni arlap kıstançylykdan ötüde erkin nefes aldy. Eşikige minip Qoram taş ýetilgan hallyk ýol bilen ittik meňip ketdi. Süzük asmandaky yenik täwrinip turgan ak bulutlar üstüde ätigellik quýaşynyň kızgyç nurlary jirwelenetdi. Süpürginiň köz aldyda şäher sepiliga ýandyşyp ketken itizlar. Her tarapga sozulgan topuluk ýollar, tehim ýerakda bolsa çeksiz käň dala taşlanyp ýatatdy. Kança karwanlar ulaglarynyň tuýaklaryny upuratgan taşlyk ýol süpürge eşikiniň ayaklary astyda ritmlik taraslaydy. Qelin, egiz sepillar bilen gorşalgan heýbetlik bir şäher ýolujçynyň arkasynda kalmakda idi. Bu şäher şu etrapga daňky ketken Quyaş şaýynyň paýtagty idi. Ya Allah, Jahankezdi süpürge ömürde mundaq söwrüntelet şäherni köýgen emas. Şäher bekmi çoň bolup, padişahlykka garaşlyk barlyk ölkelerden bulap kelingen baýlyklar bilen tinip ketgen idi. Karangylyşyp turgan baglar bilen gorşalgan han saraýlaryny heýbetlik törükler bezep duratdy. Çasyk ýatgyzylgan käň ýollar, rengarang tawlanyp turgan rawaklar, bükküde daraxzarlyklar arasydan görünip turgan ajaýyp gümbezler.
Süni tağlar üstüge kötürülgen taş pələmpəylə şəhər mənzərəsiga texmu səltənət bağışlaydı. Şəhər ko'chalaridan oltin kumush, esil taşlar, qimmatli hayvon terileri, xushpuraq dori darmonlar, qaysi bir kichikroq podshohliklarning sovg'a salomlari qachilangan sanduq, qoplarni ortgan karvonlar shah o'rtasiga qarab oyog'i uzilmay o'tib turadi. Bu boyliqlar bu yerdagi o'rdadagi yeb ichish, o'shiqcha so'lat, saroy ayvonlarni bezash ishlariga sarf bo'lib tugaydi. Jahongezdi Supurgi bu shahardagi hashamatlar ichida bahorning haqiqiy hidini, odamlarning chiroyida to'qliqning beshorida bo'lgan qizilliqni, qaqoqlab kulgan chin kulkini ko'rmadi. Shaharning paskina, tor orq ko'chalari nomrodlar bilan to'lib ketgan edi. Hashamatli xon saroylarini qurgan kasiblar, qadoqlashgan qo'llari bilan ajoyib ravoqlarni o'ri qilgan ustalar, moyir naqqoshlar bu yerda qiysaygan tor kulbalarda hayot kechirishadi. Tildagi har bir nuqtalarigacha men diqqat qilmayapman, sizlar qanchalik diqqat qilyapsizlar bilmayman. Masalan, bu kasb degan gapni pek ishlatmagan o'zim bo'pti. Naqqosh, qadoqlashib ketish, chunki hozir qo'limiz qadoqlashib ketmagandagi tezda ishlamagan ekanchu. Ko'chalarda mukchaygan, ig'ir emgakdan holsirgan kishilar tushkun qadam tashlaydi. Jasus suxanchilar xuduksirab, atrofiga qarab ehtiyot bilan pichirlashadi. Daraxtlar ustida qushlar churuqlashadi. Orambaxsh shamolda yo'pirmoqlar yenik shildirlashadi. Shirqirab eqayotgan suvlar eriq bo'ylaridagi yeshil o'tlarni suyib o'tadi. Lekin tabiatning bu bazmilaridan xo'shal bo'g'idek ko'ngilni izlab topmoq tas edi. Shahar sepilining sirtida yana Divonlar mahallasi deb atalgan mahallami bor edi. Pakar uylar. Agir-bugir to'piliq tor ko'chalardan qurilgan bu mahallada jul kiyimlari bilan ko'chaning to'pisini to'zitib o'ynab yurgan bolalarning ko'pligi kishini hayron qoldiradi. Ba'zi divonlar yerni ko'labli gami qilib kirib olgan edi. Har bir o'yining eshik oldida tuklari tushib qo'tolishib ketgan ishchilar ikki putining ustiga beshini qo'yib mugdab yotadi. Bu ishchilar shunchalik o'rilishib ketgan ediki, biror o'g'ri kelgidek bo'lsa-mu, egisi o'yg'itib qo'ymoqcha qovmaydi. Har bir uyning eshik oldida dövlab qo'yilgan eski-tuski ladalar, temir ta'sak, ko'ni kiyimlar, xaltalarda qurgan, ko'kaygan pocha nonlar ko'zga tashlanib turadi. Bu yerda biror tip daraxt yoki ko'kargan o't-cho'pni ko'rinmaydi. Hamma kuyuk, oftobda o'tdek chanqab yotadi. Bu mahalladagilarning hammasi shaharga kirib divonchilik qilish bilan jinini boqadi. Podshoh tarafidan ularning shahar ichida turishi mangu cheklangan edi. Shaharga kirgandan ularning cho'ng ko'chalarga o'tib tilanchilik qilishi ma'ni qilingan edi. Ularga sadaqa beradiganlar yanala shaharning orqa ko'chalaridagi nomrodlar edi. Jahongezdi Supurgi Quyosh shoyining bu ulug' poytaxtiga qandoq kelib qolganligini o'zim bilmaydi. Balki u ezib kelib qolgandi yoki taqdirning shamoli uni uchirib bu yerga tashlagandi. Supurgi safarining tizginini ko'ngilning ixtiyoriga topshirgan edi. U qancha suvlarni kechib o'tdi. Qandaqdir bir karvonlarga agishib mangdi. Kimlarningdir gulxonlari atrofida tunidi. U shahar darvozasidan kirmay turibla bu la'nati makonga kelib qolganiga pushaymon edi. Darvoza qo'riqchilari beshiga nepiz bo'k kiygan, yuzini quyuq soqol bosgan, uzun yaktikining bir peshini belidagi potisi qistirib olgan bu g'alit odamni vaqirab to'xtatdi. "Hey, soqol!" Supurgi qo'riqchilarning vaqirganini anglamaganga silib mengivadi. Chunki uning ismi soqol emas edi. "Ey, soqol, sana gap qilyapmiz." "Meni chaqiryapsizlar?" "Ha, seni nega?" "Ko'ryapsizlar-ku, shaharga kirib ketyapman. Eshikni bu yoqqa tart." Qo'riqchilar supurgini no'qib, tartiqishtirib bir chetga ochiqib, yonchuq qo'yinlarini aqtirdi. Ularning qo'liga bir necha ushshaq yamoqdan boshqa hech nima chiqmadi. Ko'pni ko'rgan supurgi chiqmay qarab turadi. Albatta, u muhimroq narsalarni mundaq mangdamda bir uchrab turgan qaroqchilarning qo'liga chiqadigan yerga qo'yib qo'ymaydi. "Ulug' poytaxtimizning qoidalarini bilamsan?" deb so'radi bir qo'riqchi. "Biladiganimdan bilmaydiganlarim ko'p", dedi supurgi. "Amsa anglab qol. Bu shaharga birinchi navbat kelgan kishi darvozadan kirish haqi to'laydi." "Xudo haqqi, o'zinglarmi aqtirib ko'rdinglar? Meningda o'sha bir necha yamoqdan boshqa hech nima yo'q." "Puling yo'q bo'lsa shaharga kirib nima qilasan? Yoki sen tilamchilik qilmoqchimi? Shunday qilmoqchi bo'lsang yo'qol bu yerdan. Bizning divonlar mahallimizning tilamchilari yetib oshidi." "Nima gapni qilyapsizlar?" deb tushuntirdi supurgi.
Men bir Cahankezli musafirmen. Kudretli tengdaşsız Quyosh shoyimizning shuhratini, ulug' poytaxtning donqini anglab ziyorat qilmoq uchun keldim. Mendimi pul pichak, menda nadimi pul pichak, mol dunyo bo'lsin? Dunyo yig'ish aqllarning ishi emas. Boyliq faqat ulug' shohlarga zinnat qo'sha oladi. Nada qarong'i tushsa, shu yerda tunayman. Bugun topganimni atiga oshirib qo'ymayman. Anglaganmisizlar? Xudo atiga yetkidek umr bergan kishiga atiga rizqini qo'shib berdi. Muqaddas kitoblarga mana shunday yozilgan. Sen xeyli gapchi o'xshamamsan, deb supurgining so'zini tatib oldi yana bir qo'riqchi. Puling bo'lmasa, buni o'tir eshigingni qo'yib ket. Bo'lmasa xon ordisi uchun bir oy yashaq ishlaysan. Ikkidan birini tanla. Nim gap bo'lib ketdi? Men zodi tushunolmadim. Xufsalikingni qo'y. Yoki bir oy yashaq ishlaydigan qo'tir, yoki eshigingni qo'yib ket. Bu gapni anglab supurgining ko'rimsiz eshigi ovozini bo'lishib qo'yib angrab, ulligirak gap qilg'ilim bo'lmaydigan bu shaharni beshiq kiydi. Qo'riqchilar ochchig'ida uning beqillariga qattiq tayg'i bilan bir nechini, qattiq oyg'i bilan bir nechini tepivetdi. Eshak supurgi uchun eshak supurgi uchun quyosh shoyidimi qimmatligirak edi. Eshakka tekkan tayoq o'ziga tekkandek bo'lib, dumbillari qimildab ketdi. Hay hay, yaxshi odamlar, unda qilmanglar, deb arg'a tushdi supurgi. Ko'ribsizlarki, bu mushunda xuyi eski maxluq. Xudo shu uni menga boshqa nima qilmay eshak qilib yaratgan. Xudo shu uni boshqa nima qilmay eshak qilib yaratgan. Bo'pti, men nasharga ishlasam ishlay, eshak o'zimga qolsin. Supurgi tosh yo'nog'chilar qatorida tosh cho'qidi. Qandaqdir bir do'ngni tuzni do'ngga tortayotgan nasharchilarga qo'shilib, eshki bilan to'p to'shidi. U yerda sepillar ustiga qurilgan dorlarni, shahar maydonining o'ttirisiga o'rnatilgan o'lim hukm qilinganlarning kallasi chepiladigan hayvatlik ko'takni, oyoqlaridagi ig'ir kishanlarni sharaqlatib so'rab qamchi ostida ishlayotgan jinoyatchilarni ko'rdi. Hamma yerni kishining dimi siqiladigan ig'ir buruqtirmuluq, cho'nqur sukut qoplagandek qiladi. Faqat ikki ishlar supurgining xotirasida saqlanib qoldi. Bir qayta u divonlar mahallasini ko'rib boqmoqchi bo'lib berib, eshkidan va o'zidan ayrilib qolg'il tasli qoldi. Juldir kepan bir to'p odamlar yopirilib kelib, uni eshkining ustidan so'rab tushirishdi. Qip-yalang'och bolalardan bir nechasi eshikning ustiga minib mulgudi. Qolganlari uning qo'yinlarini aqtirib, kiyim-kechaklarini tartqishlab so'rgildi. Qo'rqib ketgan supiga: "Voy, noinsoflar, mushum ish bo'ldimi? Sizlar o'z kasbdishinglarnimi bulan-talan qilamsizlar? Men sizlarga o'xshashli qalandag'u?" deb xayoliga kelgan gaplarni qilib cho'qon soldi. U vaqirmaganda bu g'alit odamlar uning kiyimlarini yirtib, go'shinimi talon-taroj qilib bir parchadan bo'lishib olgandek qiladi. Har holda uning vaqirishi unum berdi. Yopirilib kelayotgan qalandarlar nemishqidir chippida to'xtab qolishdi. "Sen rostli qalandarmi?" deb so'radi biri. "Bilib qo'yinglarki", deb yugurdi supurgi. "Men Iroq bir elning mashhur qalandariman." "Undaqda sen nemishqa eshak minib yuriysan?" deb uning so'zini bo'ldi tunji eg'iz ochgan qalandar. "Qalandar deganning hech nimasi bo'lmaslik kerak-ku. Biz tarafda eshki yo'q qalanda hisoblanmaydi", deb tushundirdi supurgi. Uning ustiga men o'z yurtimdagi qalandarlarning oqsoqliman. Eshakka minib jahon kezaman. Har bir shaharga borganda shu shaharning qalandar mahallarini ziyorat qilaman. Sizlarning bu qilqinglar boshqa yurt qalandarlarining quliqiga yetsa shunchalik sa'at ish bo'ladiki. Sen o'z yurtingdagi qalandarlarning oqsoqli bo'lsang, deb xirildidi qerbil qalanda. Bizning qalandarlar shoyimiz bilan ko'rishmiking shart. Qalandarlar shoyi? Hayron bo'ldi supurgi. Sizlarning qalandarlar shoyinglar bormi texi? Sening yurtingdagi qalandarlarning oqsoqli bo'lsa, bizning o'z shoyimiz bor. Mana hozir ko'rsan. Qalandarlar chuldishib uni oldiga silib mangdi. Supurgi: "Gap talliq qilaman deb og'zimdan bola qoldimmi nima?" deb o'shiqcha gaplarni qilayotganiga pushaymon qilib soldi. Aslida o'zini qalandarlar oqsoqli qilib ko'rsatib mushkul ahvoldan qutulib olmoqchi edi. Bu ablahlarning podshosining borlig'ini kim xayoliga kelsin? Kimning xayoliga kelsin? Lekin eg'izdan chiqib ketgan gapni endi qaytarib ololmaydi. Shunga bir danishman. So'zni eg'izdan chiqqcha odam boshqurdi, eg'izdan chiqib ketgandan keyin so'z odamni boshqurdi deb to'g'ri aytgan. Qalandarlar supigini boshlab qiysiib o'rilib tushay deb qolgan bir uyning oldiga keldi. Uy ichidagi qardab ketgan yirtiq bo'rning ustiga chas soqollari chigishlashib ketgan, tishlari qardigan, yuyuqsiz betlari asli o'ngini yo'qotgan, ustidagi kiyim-kechaklarining juljulliqi boshqa barliq qalandarlarnikidan eshib tushadigan surli qiyofatga bir inson o'ltiradi. Uning yosh quramining qanchalik ekanligini faraz qilmoq mushkul edi. Atrofda gijildishib yurgan chivillar. Tor besib ketgan tam to'rislarda sangilishib turgan o'michiklar bu shoh ordisini texim sirliq ko'rsatdi. Jahankezdi supurgini sur bosdi.
Sürüp esiş degan gapni unutib qolibsan bo'pti. Qalandarlar shoyi uningga bosh ko'tarib qarabmi qo'ymay, "Nima odamsan?" deb so'radi. "Tilamchiman", dedi supurgi ikkilanmay. "Shundoq, ulug' tangrim oldida hamma odam o'xshashli tilamchi", deb qalandarchilik falsafasida valaqlab ketdi qalandarlar shoyi. İnsan özünün rizqini, baxtini Xudodan tilaydi. Farq shu yerdiki, biz Xudodan tilganlarimizni bandaning qo'li orqali olamiz. Sen u dunyoga borganda ko'rsan, shohlar, amaldorlar, boylar o'zining bu dunyodagi qilmishidan hisob berib bo'lolmay qiynalib turganda, qalandarlarning hammasi xushal-xuram jannatga qarab mangan bo'ladi. Nemishqa desang, boylar, amaldorlar xalqning narslarini kuch va zo'rliq, hilm-kirga tayinib tortib oladi. Qalandarlar bo'lsa boshqalar ixtiyorligi bilan, iltifot bilan qilgan narsalarni qabul qiladi. So'zlarini anglab dilim yorib Hıh. So'zlarini anglab dilim yorib o'z kasbimga hurmatim oshdi, deb xushomat qildi supurgi. Uning asyoda bir nimalarni qilib bu jin o'sidan salomat chiqib ketishdi edi. Men ba'zida sal uyalgandek bo'latdim. Uyalma, faxrlan, deb supurgining so'zini bo'ldi qalandarlar shohi. Biz boshqalarni jinoyat yo'lidan qaytarg'uchilar biz. Misol, bir kishining yonchuqida o'z xarajatidan o'shiq bir tanga turibdi deyli. Bu o'shiqchi narsa cho'qim uni yomon xayollarga soladi. Biz uning shu o'shiqchi pulini tilib olamiz. Hali kishi yomon yo'llarga menib qolishdan amon qoladi va ko'p savob oladi. Afirin, dedi supurgi. Men texi hech bir qalandarning og'zidan mundaq chunqur ma'nilik so'zlarni anglab boqmagan ekanman. Sen odatdagi bir qalandarning oldida emas, qalandarlar shohining oldida turibsan-da, deb mag'rurlandi shoh. Men sana aytsam, ulug'liq tarafda mening nomim Quyosh shohidan qolsala ikkinchi o'rinda turadi. Ba'zida shu ulug' shohning menga hojati tushidi. Shu ulug' Quyosh shohining mana bo'ynimdagi mis putukchini ko'rdingmi? Bo'yni sig'liq turgan qandaqdir bir kichik mistaqdini ko'rsatdi qalandarlar shohi. Mana bu putukchini elib shoh o'rdisiga ixtiyoriy kirib chiqa olmayman. Ba'zida shohning o'zi meni chaqirtib qolgan chog'larim bo'ladi. Nima uchun demoqchi bo'ldigansan? Shoh o'z qo'shuni bilan yoq yurtlarni besib olganda, orqadanlar u yerga minglab qalandarlarni avatishga to'g'ri keldi. Bu qalandarlar u yerda 10-20 dan bolalab oz kunda shundoq ko'payib ketadiki, aqling yetmaydi. Bu bachchag'arlar u yerlarga berib ketishgandan keyin meni unutishidi. Bu ishqa men hargiz xafa bo'lmayman. Odamlar mol dunyoni ko'rganda yaratgan egisini unutib qoladi. Men nima edim? Qachon sen Quyosh shohining donqini anglab kelgansan, ehtimol u bu dunyoda mendimi martablikdir, ammo u dunyoda mening o'rnim uningdan ustun bo'ladi. Xudo senga ajoyib kasb ato qilibdi. Shu kasbing bilan o'lib ketishingga nisb bo'lg'ay, qani yo'lingga mang. Biz shu kichik chog'larda anglagandilam, endi oqshomlari etib anglaymiz hamda. Mush yerdagi mantiqning hammasi shu. Xitoyni da'vatgandek tuyuladi hozir mana. Deydi-g'oy, yangi bir shaharni besog'an vaqtida minglab qalandarlarni avatidi, ular 10-20 dan bolalab shunchalik ko'payib ketadiki, aqlinglar yetmaydi deydi. Tamam. Yana bir kuni supurgi shahar ko'chasida qo'li mahkam bog'langan bir mahbus bilan uchrashib qoldi. Ikki lashkari uni yolab oldiga silib aktivatadi. "Oy, qarindosh", deb chaqirdi mahbus supurgini. Supurgi ixtiyorsiz eshikning qadamini to'xtatdi. Chunki u supurgi tug'ilgan yurtning talaffuzi so'zlagan edi. "Sen kim bo'lasan? Nima odamsan?" dedi supurgi hayron bo'lib. "Kimligimni deb berishga vaqtim yo'q", dedi mahbus. "Buni ikki lashkarmi mening kimligimni bilgani yo'q. Arzimas bir ish bilan bularning qo'liga tushib qoldim. Kimligimni bilib qolsam, menga zindonda chirib degayman. Yonchiqingda bir tillaring yo'qmi? Faqat bir talla tilla. Meni qutqizib qol." "Nima deyishyapsan?" dedi lashkarlar ularning so'zini tushunmaganlikdan. "U mening qarindishim bo'ladi", dedi supurgi. "Meni qutuldirib qol deb yonivyotdi. Mana bu bir tillani ilib, uning gunohidan kessanglar." Lashkarlar uchun mahbusni o'rtaga olib topshirib bergandan ko'ra, shu bir tillaga tegishgan foydaliroq edi. Supurgi eshikdan tushib qo'lni lashkarlarga sundi. Uning olqinda rostla bir tilla quyosh nurida yaltirab turadi. "Bir tilla tillami?" dedi lashkarlarning biri. "Qara, biz ikki odamda bir tilla tillarini qandoq bo'lishib olamiz? Bersan ikkini ber, bo'lmasa yo'lingga mang." "Bo'pti, ikkini bersam beray." Supurgi olqindagi tillani yerga tashladi. Bir tal tilla ikki bo'lib pishqish ustida jiringlab tushdi. Ikki tarafga qarab do'malab ketdi. Lashkarlarning hayronlikda ko'zlari parqirab ketishdi va yana darhol esini yig'ib tillaga o'zini otdi. Supurgi mahbusni bog'laqdan yechdi. "Rahmat sana", dedi mahbus.
Tamti şəhər degan ismimni esingdə tut. Kerak bo'lganda yaxshiliqingga yaxshilik qaytırman. Mahbus yugurgunicha yiroqlab ketdi. Nemishqidir uning o'tchaqnab turgan ko'zlari Supurgining ko'z oldidan uzoqqa o'chmadi. Uningdan boshqa bu shaharda ko'rgan hech narsa Supurgida cho'nqurroq ta'sir qoldirgani yo'q. Bu shahardagi hamma narsa faqatla bir hukmron, shu quyosh shoyining xohishi, xushallik uchun xizmat qiladi. Hamma narsa shu bir odamning ixtiyoriga bo'ysunadi. O'rdadagi barliq vazir vuzira, ulamo dona, go'zal nozininlar shu bir kishining irodasi bilan harakat qiladi. Xo'sh, eshigim, deb murojaat qildi supurgi eshkiga. Sen agar eg'ilda bir kun o'shiqroq bog'liqliq turib qolsang, zerikishdan angrab jahonni beshingga kiysan. Shoh o'rtasidagi shu bechoralarning sarang bo'lib qolmag'ini hayronman. Sen eshakcha emaskan demoqchida. Barliq kuch va huquqning egisi bo'lgan shu quyosh shoyi qandaroq odamkin. U ketsa qanchalik kenglik o'rinda yota. Bir vaqtlik tamqil qanchalik baloyibatlarni yolmab yututadigandu. Ehtimol uning og'zi timsoqninkidimi yo'g'andu. Baloyibatlar yolmab yutush. Uning quloqlari seninkidan uzun bo'lib, mursiga sanglab tushsa kerak. Yoki bo'lmasa u yiliq cho'chaklardagi iblisning naq o'zidir. Bo'lmasa, nemish uning nomini anglaganligi odamni titrak bosadi? Jahon kezdi supurga o'z yurtini seg'ingan edi. Uning yurti bakmi yiroqda, qum va cho'lliklarning ichida edi. Xudo o'z mo'jizasini ko'rsatib, shu cho'lliklar orasida ajoyib buloqlarni yaratgan. Odamlar buloq suvlarini boshlab, bo'stonliqlarni bino qilgan edi. Supurga tug'ilib o'sgan shaharning sepillarimi, hatto podshohimi yo'q. Sonsiz buloqlardan yig'ilgan suvlar shahar ichida o'stan bo'lib, hayvatlik shaqirab oqadi. O'stan bo'yidagi qumliqlarda ushoq bolalar qip-yalang'och bo'lib yugurishib o'ynashidi. Sugatlar soyasidagi saganchuklarda buvoqlar tatliq uxlaydi. Ujumi darxi ostidagi kigizlarda o'ltirgan ayollar qiziq paranglashib yeb egirishidi. Shahar maydonlarida dunyoning har tarafidan kelgan savdogarlar mollarini yeyib savdo setiq qilishidi. Ulardan bojsilik ilishni hech kim xayoliga keltirmaydi. U yerdagi boyliq, to'qchilik kishilarni shundoq sodda, g'amsiz yashashga o'rgatgan. Kashliklar bog'lardan naqsha, soz ovoz keladi. Naqshchilar o'z naqshlarida oshiqlarning dardi, baxtiga erishgan qizning shodlig'i, yiroq karvon yo'lda kelayotgan yo'lovchining jafosi, erini kutayotgan ayolning seg'inishi, gullar ichilgan dala, optob chanqab turgan qumliqlar, baharni qo'g'lashib ketayotgan qushlar, yana shundoq nurg'un ishlar to'g'risida kuylaydi. Supurgining shu suyumli yurtidan ayrilganiga mana bir yilcha bo'ldi. U har qaytim jahon kezib o'z yurtidan yiroqlab ketadi-da, yana uni seg'inib orqasiga yanadi. Jahon kezdi supurga helali o'zi tashlab chiqqan quyosh shoyining poytaxtiga yana bir qaytim qayrilib qaradi-da, eshikini texim qattiqroq debdi. Olg'a bos, eshigim. Tahdid. Zo'ravonlik hukm sürgan bu makondan neriroq bo'layli. Bu shaharning marmar tuvrik, kumush fontan, Eron bog'lariga la'nat bo'lsin. Birinchi bob mishada tugidi. Kitob jami necha bobgan qarab boqay. Ya'ni necha kun davom qildi, shuning asosan planimizni qilib boqayli demoqchida. Men 34 bobgan. Har bob taxminan shu 15-20 bat atrofida shunday ekan. Haqiqatan tili bek yaxshi. Davomini men mavu jalli yo'yin, ya'ni naq maydon suhbatni tunji qitim qilib beqishimda qanday bo'ldi bilmadim. Anglag'animlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Atlikka davomini saharda yana mushu kokoklarning sayrashlari ostida biz anglaymiz. Allohga omonat, xayr xo'sh, at ko'rishaylik.